shu yerda savol tug'iladi. Nega aynan matematika? Matematikada ayrim temalar xuddi irimga o'xshab qolganda. Nega boshlang'ichda a'lo chiqib, katta sinfda kam degan. To'g'ri, shaharning bolalarini o'qitish, qishloqning bolalarini o'qitishga qaraganda osonroq. Filosofskiy bo'lib boryapti, barqansan. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi podkastimiz mehmoni matematika fani darsida imtihondan yiqitish bu jazo emas, balkim kelajakka qo'yiladigan mustahkam fundament prinsipiga tayangan bilimni chuqur sifat bilan o'rgatadigan ustoz Ahmadjonov Nurbek aka. Assalomu alaykum ustoz. Bugungi intellektual podkastimizga xush kelibsiz. Alaykum assalom. Intellektual podkastini kuzatuvchilariga assalomu alaykum deymiz. Bugungi podkastga taklif qilganlardan bag'ayat xursandmiz. Kelajakdagi yoshlarga bugungi videorolikimiz, podkastimiz foydali bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat. Sizga ilk qo'yadigan savolim bu ko'pchilikni qiziqtirgan savol. Matematikani nima uchun o'qishimiz kerak? Matematika yaxshilab e'tibor bersak, maktabning programmasida 0-sinfdan boshlanadi, 11-sinfni bitirguncha o'qiymiz va universitetga tushish uchun ham qanday kasb tanlashdan qat'iy nazar hammaga majburiy qilingan. Bu bitta bizani Qozog'istonda emas, chet eldagi SNG davlatlari yoki Amerika bo'lsin, boshqa chet davlatlarning har bir SAT imtihonlari hammasida matematika hammasida majburiy qilingan. Endi shu yerda savol tug'iladi. Nega aynan matematika? Fanlar juda ham ko'p, biroq matematika birinchidan 0-dan 11gacha o'qitilyapti, keyin universitetga tushish uchun ham hammaga majburiy qilingan. Bu hozirgi kunda butun jahon bo'yicha eng aktualniy savollarning biri deb aytsak xato bo'lmasa kerak. Matematikani bunday qattiq talab qilinishi sababi matematikaning ichida shunday bir buyuk sehrli kuch desam xato bo'lmasa kerak, universal kalit yoki sehrli kuch bor. Boshqa fanlarning hammasiga, boshqa sohalarning hammasiga eshik ochib beradigan universalniy kalit bor ichida. Biroq unga yetish uchun mehnat qilish kerak. Sabr bilan, ixlos bilan mehnat qilgan odamga boshqa sohaning hammasiga eshik ochib beradi. Biroq bunga yetish oson emas. Sabr bilan, ixlos bilan qattiq mehnat talab qiladi. Shuning uchun ham matematika hammadan qattiq talab qilinadi. Bitta bizni yurtimizda emas, chet elda ham bor. Shuning uchun zarur universitetlarda ham talabalarning matematikasiga, logikasiga e'tibor beriladi ekanda. Rahmat javobingiz uchun. Matematika nima uchun eng og'ir fan? Misol uchun men ham maktab davrida o'qib yurganimda matematika desa uyqum kelaverardi. Matematika desa inson to'rt burchak bo'lib qotib ketardi. To'g'ri, agar hozir maktab bo'lsin yoki o'quv markazlari bo'lsin, hammasida agar qaysi fan eng og'ir fan deb anketani yurgizishga to'g'ri kelsa, albatta bir 80-90% o'quvchi matematikani eng og'ir fan deydi. Bu bitta bizlarda emas, shaharning bolalarida ham, butun jahon bo'yicha ham hamma uchun eng og'ir fan matematika hisoblanadi. Endi buni bir nechta sabablari bor. Agar shu sabablar bilan to'g'ri kurashsak, uni sabablarini yo'qotishga harakat qilsak, matematika unchalik qiyin ham bo'lmaydi. Boshqa fanlar bilan nisbatan qaraganda to'g'ri qiyin fan, biroq hamma o'ylaganchalik emas. Buni osonlashtirishning yo'llari, bayog'i birinchi kasallikni simptomlarini qarab turib, keyin kasallikqa diagnoz qo'yiladi. Xuddi shunga o'xshab matematika og'ir fan bo'lganning sabablari, birinchi sababi matematika bu abstraktniy fan. Ya'ni o'qiyotgan narsamizni shunda tabiatdan, fizikada, ximiya, biologiyada o'xshab, primo tabiatdan ko'ra olmaymiz. Qo'l bilan ishlab ko'rish mumkin emas. Shuning uchun sal tasavvur qilish qiyin bo'ladi. Shuning uchun matematikani o'rganish uchun kuchli fantaziya kerak. Fantaziyasi kuchli bo'lmasa matematikani o'rganish qiyin bo'ladi. Ikkinchi sababi matematikada ayrim
programma nimasida kitoblarda ham, ayrim o'qitish universitetlarida ham, ba'zi maktablarda ham sal xato yo'nalishdan ketib qolgan degan to'g'ri bo'lsa kerak. Sababi matematikada ayrim temalar xuddi irimga o'xshab qolganda, matematikada irim bo'lmaydi. Irim deganimiz nima? Nima uchun qilayotganimizni bilmaymiz. Uning sababini biroq ko'rani amal qilaveradigan amalni hech qanday isboti bo'lmasa ham, ilmda bo'lsin yoki din tarafdan bo'lsin, hech qanday isboti bo'lmasa ham ko'rani qilinaveradigan amalni irim desak bo'ladi, oddiy so'z bilan aytsak. Matematikada ham xuddi shunga o'xshagan irimlar paydo bo'lib qolganda, shular matematikani yaxshi o'rganib ketishimizga xalaqit beradi. Misol sifatida bitta narsani aytsam bo'ladi. Misol uchun boshlang'ich sinfdan boshlab 11-sinf bitirguncha, даже universitetda ham bitta eng ko'p qaytalanadigan savol bor. Nima uchun sonni 0 ga bo'lish mumkin emas degan. O'zi juda ham oddiy savol. 2-sinfda o'tiladigan savolda, biroq negadir sababini ko'pchilik bilmaydi. Men kuzatuvchilarga mana shuni bir o'z kommentariyaga o'zlarining fikri sifatida yozib ketishni taklif qilgan bo'lardim. Nima uchun sonni 0 ga bo'lish mumkin emas? Buni bo'lish mumkin emas, yomon bo'ladi deb aytmaymiz-da endi. Bu o'zi xato bo'ladi. Sababini bilishimiz kerak. Nega bo'lmaydi? Bo'ladigan bo'lsa nega bo'ladi? Shuni sababi bilan tushungan odam, shunday yo'nalish bilan, shu prinsipni ushlab matematikani o'qishni boshlagan odam uchun matematika uncha qiyin bo'lmaydi deb o'ylayman. Albatta javoblaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Matematikani oson o'rganish yo'llari bor dedingiz. Shu кейslari bilan kuzatuvchilarimizga bo'lishib keta olasizmi? Oson o'rganish кейslari. Кейs deb uncha katta qilib aytolmayman, biroq bu tipi life hack sifatida aytay. Matematikani men aytdim, abstraktniy fan. Shuning uchun o'rganish oson bo'lishi uchun o'qiyotgan narsani tasavvur qilishni o'rganishimiz kerak. Ya'ni fantaziya kerak. Ya'ni hayotdagi bir praktik narsa bilan assotsiatsiya bog'lashni o'rganishimiz kerak. Ko'z oldimizga tasavvur qila bilsak, matematika uncha qiyin bo'lmaydi. Faqat qo'riq sifr, qo'riq qoida, qo'riq teorema qilib o'rganib ketaveradigan bo'lsak, balkim o'rganarmiz, balkim logikani kuchaytirar, lekin u o'lik harf, o'lik sifrlarga o'xshab qoladi. Ularga biz jon kirgizishimiz kerak. O'zimizni, hayolimiz, fantaziyamiz bilan jon kirgizishni, obraz kirgizishni o'rgansak, matematikani o'qish uncha qiyin bo'lmaydi. Shu javobingizdan menda yana bir savol paydo bo'ldi. Hozir hamma joyda odat degan narsani eshityapmiz. Podkastlarda, hayotimizda umuman savolim shundaki, umuman matematikaga qiziqmaydigan, matematikani ko'rsa ham ko'ngli ayniydigan o'quvchi o'zini majburlab 40 kun matematikani o'zini majburlab o'qisa, u olib keta oladimi? Logikasi yo'q, fantaziyasi yo'q. Endi eminda 40 kun, 90 kun to'g'risida u bir narsa deyamayman, biroq bir narsani yaxshi bilaman, ilm izlagan odamda agar ixlos bo'lsa, sabr bo'lsa, u qobiliyat bo'lish shart emas. Odam bir yuqori natijaga yetish uchun qobiliyat bo'lmasa ham, agar ixlos bilan, sabr bilan to'g'ri niyat qilib harakat qilsa, har qanday natijaga yetsa bo'ladi. U qanchalik yuqori natija, hozir paytda u natijaga yetish balkim fantastika bo'lsa ham. Shuning uchun olimlarning bir gapi bor. 1% talant, 99% mehnat deydi. Zo'r gap bo'ldi. Shu so'zingizga 100% qo'shilaman. O'tgan podkastimiz Ilg'or aka bilan bo'lib o'tdi. Ilg'or aka aytdiki, hozirgi kunda o'quvchilarda eng ko'p uchrayotgan muammo, global muammo, o'quvchilar 15 minutdan ortiq informatsiya qabul qilmasligi. Sizda ham ushbu muammolarga duch kelib turasizmi? O'quvchilar bilan birga ishlaganingizda. Albatta, bu fikrga 100% qo'shilaman. Sababi hozirgi o'quvchilarning fikri bayog'i ko'p muddatli xotirasini bilan yaxshi ishlamayotgani sababi aslında hozirgi texnologiyalar rivojlanib ketgan deb hisoblayman. Sababi TikTok bo'lsin, Instagram, boshqa sotsial setlarning hammasida
roliklar 1 minut, yarim minut qo'yiladi-da. U bilan ko'p vaqt ko'rib, ko'p vaqt shunga o'rganib qolgan nima adam o'sha informatsiyani undan ortiq aytiladigan bo'lsa, miyasi qabullamaydi bo'lib qoladi. Sababi abdan shunga moslashib qoladi. To'g'ri, bu katta hozirgi eng globalniy problemalardan biri desam xato bo'lmasa kerak. Bitta biz adamiz butun jahon bo'yicha. Bu bilan kurashishni yo'llarini qilamiz albatta. Buni bitta yo'li, misol uchun o'zimda men yangidan boshlayotgan o'quvchiga men eng sodda, prostoy temalardan boshlayman. Temani ko'p o'tmayman. Bir 3-4 minut, 5 minut o'tiladi. Qisqa mayda porsiyalarga bo'lib o'tishga harakat qilaman. Sababi buni agar 10-15 minutni o'zida agar dars o'tadigan bo'lsam, birinchi minutda men aytgan o'sha qaytib etib beramaydi o'quvchi. Shuning uchun programmamizda va shu o'tishlarimizda, uchinchi sinfda shu narsani yo'lga qo'yishga harakat qilaman. Bu muammolarga uchrayotganingizga примерно necha yil bo'ldi? Taqriban 7-8 yil bo'lib qoldi. İjtimoiy tarmoqlar rivojlangandan Oxir paytda rivojlanib ketdi. Sizning fikringizcha, ilm izlagan o'quvchi qanday bo'lishi kerak? Bu hozirgi kunda eng bilim yo'nalishida, образование yo'nalishida eng aktualniy savol desam xato bo'lmasa kerak. Sababi o'quvchilarni bilim ko'rsatkichi yildan yilga tushib boryapti-da. Endi boya aytganimda kasallikni simptomlariga qarab turib diagnoz qo'yiladi. Men o'zimning lishniy fikrim, hamma har xil narsa aytish mumkin. Misol uchun o'qituvchidan ko'rish mumkin yoki bir kitobdan bo'lishi mumkin. Hammada har xil sabab bo'lishi mumkin. Biroq hammasiga o'rtaq bir umumiy bitta sababni aytishga harakat qilaman. Misol uchun boshlang'ich sinf bilan yuqori sinflarni solishtiradigan bo'lsak, hamma maktabda aniq aynan bir maktabni aytmayman. Har qanday maktabda, bizada bo'lsin, shaharda ham boshlang'ichda a'lochi ko'proq bo'ladi. Katta sinfda a'lochi kam bo'ladi. Endi savol tug'iladi, orqasidan logichniy savol. Nega boshlang'ichda a'lochi ko'p, katta sinfda kam degan. Agar misol uchun o'qituvchiga bog'liq bo'lganda, to'g'ri men o'zim shaharning bolalarini ham o'qitdim, biroz qishloqning bolalarini ham o'qitganman. Ikkalasidan tajribam bor deb ayta bilaman. To'g'ri, shaharning bolalarini o'qitish qishloqning bolalarini o'qitishga qaraganda osonroq. Ular aytganda tez yil bo'ladi, ularga bizda o'zimizda ketayotgan o'quvchilarga energiyada ularga ko'p energiya ketmaydi. Ozgina nimani o'tadigan programmamizni boshdan chiqarib desak, yaqin o'zlari olib ketadi. Endi qishloqning bolalaridagi boyagi uchrayotgan kamchilikni men o'zim erinchoqlik deb aytamayman. Biroq hamon ilmga bo'lgan hurmatni tushib ketgan bo'lsa kerak. Misol uchun vaqtida o'zimizda Qaramutni akademiklar qishlog'i deb ham aytiladi. Sababini o'ylanib ko'rishimiz kerak-da. Mana adalarimiz, ayimiz, bobolarimizni eshitadigan bo'lsak, o'qituvchi kelsa, misol uchun mahallaning boshida o'qituvchi kelsa, mahallada bola qolmas edi. To'yga o'qituvchi boradigan bo'lsa, to'yda bola qolmas edi deydi. To'g'ri. Bu ilmga bo'lgan hurmatda, u o'qituvchidan qo'rqqanligidan emas. Ilmga bo'lgan hurmat, o'qituvchiga bo'lgan hurmatida. O'qituvchining hurmati darajasi yuqorilangan sayin va ilmning hurmati bo'lgan sayin, ilm o'z yo'qishni boshlaydi. Endi shaharning bolalarida ilmning hurmati joyida. Shuning uchun ularda effekt yaxshiroq. Endi bilmadim, balki men adashayotgandirman, biroq men o'zimni ishni ko'z qarashimda, biroq erinchoqlik deb aytamayman. Sababi qattiq berilib ishlaydigan o'quvchilar ham bor, o'zimizda ham. Biroq effekti shaharning bolalariga qaraganda pastroq. Pas bo'layotgan erinchoqligidan bo'lmayapti. Faqat shu shahardagi bolalardagi ilmni hurmat qilish kerak. Ilmni qanchalik ulug' narsa ekanini tushunishimiz kerak. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu fikrdan keyin bizga tosh otib ketmang. Kommentariyaga negativlar yozib, bu sog'lom kritika. Bu yerdan o'zingizlarga to'g'ri keladigan xulosa chiqarib olasizlar degan umiddamiz. Ushbu podkastimizni planlashtirayotgan vaqtda o'quvchilaringizdan ustozingizga qanday savollaringiz bor deb biroz so'radim va o'quvchilaringiz tomonidan anonim savollar kelib tushdi. Nega ba'zida qiyin savollarni ataylab berasiz?
o'quvchilaringizga? Yaxshi savol. Men o'zimni universitetda bir o'qitim bo'lgan, magistraturada o'qiyotgan paytda dissertatsiya yozganmiz, o'z kuchimiz bilan yordamsiz qiynalib oyog'ini yozganmiz. Pullar to'lamasdan desangiz. Biroq nimada dissertatsiya защитasiga chiqqan paytda shu yerda kelgan komissiya mana o'zimni dissertatsiyamni ichidagi savollar qolib ketdi-da. Oddiy prostoy birinchi kursdagi savollarni qo'yib ketdi-da. Elementarniydi. Men shu paytda tushunmadim, nega o'zimni temam bir joyda qolib ketib, oddiy savollar qo'yib ketdi. Elementarniy. Bayag'i temani tushungan odam действительно javob bera biladi, tushunmagan odam javob bera olmaydi. Keyinroq tushunib yetdim buni sababini. Bo'lmasa savol qo'yayotgan odamlar oddiy odam emas, hammasi doktorlar, matematika, fizika, matematika fanlari doktorlari. Keyin tushunsam, o'zini sohasini yaxshi bilgan odam eng elementarni melishni joyigacha qattiq e'tibor beradi. Endi o'zini ishini yuzaki qiladigan odam faqat ko'zga ko'rinadigan joyiga e'tibor beradi-da, qolgan joyini yuzaki qilib ketadi. Bu hamma ishda shunday. Ustachilik bo'lsa ham, power bo'lsa ham, hamma sohada. Shuning uchun men o'quvchilarimga men savolni elementarniy savollar qo'yaman-ku. Sababi temani yaxshi tushungan o'quvchi bu savolga aniq javob bera biladi. Yuzaki o'qigan o'quvchi u savolga javob bera olmaydi. Bu bilan siz ularga jazo emas, naborot, aksincha. Jazo emas albatta bu. Bu o'zini sifat uchun o'qish kerak-da. O'quvchilar sifat uchun o'qishni birinchiga qo'yishni ko'zlayman har doim. Misol uchun kontrolyorlardan o'qilayotgan paytda ular shu paytda tushunmaydi. Ular noto'g'ri qabullashadi. Sababi bitta temada ko'p qolib ketish mumkin. Ular uchun negativniy ta'sir qilayotganda bo'ladi. Aslida u negativ emas. Bitta temada ko'p qolsa ham bu matematika shunday fanki, ko'p tema bilgan odam kuchli bo'lmaydi. Ozgina tema bilsa ham logikasi ochilishini kutaman. Logika ochilgan paytda temani ozgina boshini ochib qo'ysa bo'ldi, yaqin olib ketaveradi. Sababi buni o'zimizda bitiruvchilarimiz, student bo'lib yurgan, hozir universitetda o'qib yurgan ko'p eshitaman. Universitetni programmasini ular spokойно olib ketadi. Bu universitetning programmasini ular o'tib qo'ymaganman. Oddiy maktabning programmasini o'tganmiz. Biroq pastdagi temalarni sifatli yaxshi tushunsa, tepadagi temalarni hammasini zo'r tushunish shart emas. Ozgina o'qituvchi boshini ochib qo'ysa, yaqin olib ketaveradi. Bu mana shu o'zimizning o'quv markazimizda bo'layotgan holatda. Shundan men o'zimga xulosa qilib olganman. Sifat hardan birinchi o'rinda turishi kerak. Rahmat. Bu javobingizdan o'zimdagi qiziq holat ham esimga tushib ketdi. Men ham sizning imtihonlaringizda qulagandim. Shunaqangi yomon ko'rib ketganman sizni. Va lekin u vaqtda bizlarda 25 balli sistema edi. Ana shu vaqt 25 ta savoldan 8-sinfgacha bo'lgan temani programmani tushuntirgansiz menga ana shu vaqtda. Va ana shu 8-sinfgacha bo'lgan programmaga to'g'ri javob bera olganman. Shu bilan darini achchiq yaxshilaydim. Lekin ana shu vaqtda o'rgatganlaringiz mana maktabni bitirganman 12 yil bo'layotgan bo'lsa, haligacha esimda. 8-sinfning programmasi haligacha bilaman. Endi misol uchun shifokor kasal odamni davolayotgan bo'lsa, ukol qilayotgan paytda og'rishi mumkin. Ya'ni darisi achchiq bo'lsa, uni bir vrach bilan bir ushmaymiz-ku. To'g'ri. U metod shu-da. Endi shirin davolashning yo'li bo'lmaydi-da. Hamma yaxshi shart emas. Global natija yaxshi bo'lsa bo'ldi. Bu proses paytida og'irlik bo'ladi albatta. Oson yetib oladigan bundaqa bilimli yo'li yo'q. To'g'ri. Siz ham maktab paytida matematikadan qiynalganmisiz? Va shu o'rinda yana bir savolni qo'yib ketsam, boshida so'ramabman. Matematika faniga eng birinchi qiziqish qanday paydo bo'lgan va nima uchun matematika? Bobongiz matematik bo'lganligi uchunmi? Mana shu savolni ham qo'shlaringiz so'rashdi. Nima uchun aynan matematika? Bu men uchun og'ir savol desam-da. Meni o'zi boshlanishida matematikaga boshlang'ich sinfdan qattiq qiziqqanman. O'zim juda qattiq yaxshi ko'rgan fanim. Boshida uydagi adam oyim bilan tayyorlanib
o'zlari bilganicha o'rgatib yo'lga qo'yishgan meni biroz matematika qiziqtirishib. Undan keyin 5-sinfdan boshlab Ilhomjon Muhammad babam o'zimni meni qattiq yaxshi qiziqishimga sababchi bo'lgan. 7-8-sinfgacha tayyorladi. Undan keyin o'zimizning qishlog'imizdagi ko'chlik tag'am Ilhomjon Mahmudjon tag'am u 8-11gacha tayyorlagan. Undan keyin universitetda ham ko'chlik o'qituvchilar bo'ldi. Shularni har bir ko'chlik o'qituvchini ko'rgan paytda shuning darajasiga yetishga harakat qildim. Ma'lum bir darajada yetgandirman, balkim ayrimlariga yetolmagandirman. Biroq hayotda ko'rgan hamma o'qituvchilarim hozirgi natijaga yetishga menga bag'ana bo'la bildi deb ayta bilaman. Hammasi ko'chlik o'qituvchilari edi, hammasi. Endi matematikani nega tanlaganimga kelsak, men o'z o'quvchi paytimda maktabda har xil to'garaklar bo'lardi, hammasiga qatnashib ko'rganman. Har xil to'garakga. Rasmga, misol uchun adabiyotim, rus tili, hozir mana hayot nimada pensiyaga chiqib ketgan bo'lsa ham o'z shu vaqtda o'qitgan o'qituvchilarimiz bo'lsa, o'z guvohi bo'la biladi. Har xil fanlarga kirib to'garakka qatnashib ko'rganman, ko'chlik o'qituvchilarning hammasini darsiga. Har biridan ma'lum bir darajada bir narsa oldim, durust. Biroq matematikachalik boshqa fanda o'zimni ko'nglim to'lmaydi. Matematika aldash mumkin emas. Hech qachon bir juda ham chestniy fan. Nimaga boshqa fanlarda misol uchun nimasi ayrim qonunlar bir narsa o'zgarib qolishi mumkin-da. Matematikada hech qachon hech narsa o'zgarmaydi. Bitta isbotlandim, bu 1000 yillarni oshib ketsa ham o'zini kuchini saqlab qolaveradi. Matematikadagi topgan narsamni boshqa sohada topmadim. Bu har xil sohada o'zimni sinab ko'rgan bo'lsam. Shu o'rinda bu life hack ham bo'lar edi balkim farzandlari boshlang'ichda o'qiyotgan ota-onalar uchun farzandingizni qiziqishini, nimaga qiziqishini bilmoqchi bo'lsangiz, balkim barcha to'garaklarga berib ko'rish kerak ekanligini. Bu yaxshi metod deb o'ylayman. Sababi boshlang'ichda yoki 5-sinfdan 10-sinfgacha o'quvchilar 11-sinfga kelgan paytda tanlaydi. Qanday professiyaga borishni. Eng og'ir temada bu. Shuning uchun eng qaysi spesga borishni aniqlash uchun har bir fanga ozgina bo'lsa ham tanishib ko'rish kerak. Juda qattiq kirib ketmasa ham ozgina tanishib ko'rsin. Agar ko'ngliga yoqsa, o'tirsa, demak balkim shu sohadir. Biroq maslahat bergan bo'lardim. Kasb tanlashda iloji boricha oliy maqsad qo'yish kerak. Oliy maqsad qo'ygan odam oxirigacha bora biladi. Oliy maqsad qo'ymagan odam yarim yo'lda qolib ketadi. To'g'ri. Shu gapingizga yana bir bor qo'shilaman. Sababi bizda kasb tanlayotgan vaqtda eng birinchi oyligiga qiziqadi. Men matematikaga qobiliyatsizman degan o'quvchiga nima der edingiz? Matematikaga qobiliyatsizman degan so'z bilan men sporlashib qolgan bo'lardim. Sababi qaysi bir sohada kim bo'lishdan qat'iy nazar professional darajaga chiqsa, u o'zi bilmagan holda albatta matematikani foydalanishni boshlaydi. U oxir paytda men ko'zimga yetyapti, почти hamma sohada bo'ladi. Oddiy fermer bo'lsa ham, traktorist bo'lsa ham, povur bo'lsin, o'qituvchi bo'lsin, tilchi bo'lsa ham, tarixchi, yana kim bor, ustalar bor, hammasiga aloqasi bor. O'zimiz ayrim holatlarda uni matematika ekanligini bilmagan holatda ham foydalanamiz. Shuning uchun ma'lum bir sohada ma'lum bir natijaga yetaman degan odam matematikani bilmasdan yetolmaydi. Bu balkim kechroq bo'lar, balkim erta bo'lar. Baribir matematikaga kirishni boshlaydi, o'zi bilmagan holda. Maktabni bitirgandan keyin ham dash. To'g'ri. Hattoki dehqonni ko'p aytadigan, sizdan eshitganmanki, dehqon ketmonni ko'tarib chopish uchun ham matematikani bilish kerak degan so'zingizni ko'p eshitaman. Eng ko'p uchraydigan xatolarni, o'quvchilardagi xatolarni qanday bilib qo'yasiz? Qanday qilib o'quvchilaringizning fikricha qo'rqib turgan narsamiz shunday ushlab oladi deydi, xatomizni ushlab oladi deyishadi. Endi buni faqat o'qituvchi bo'lganlar tushunsa kerak bu savolning javobini.
kamida 2-3 yil endi balkim undan ko'proq vaqt o'qituvchi bo'lib ishlagan odam psixolog ham bo'lishi kerak-da. O'quvchini oddiy so'z bilan aytganda darajasi qaysi darajada turibdi, nimani biladi, nimani bilmaydi, chustut qilishni o'rganish kerak. O'quvchisini chustut qilishni o'rganmagan o'qituvchi o'quvchiga yetarlicha dars bera olmaydi. Ya'ni misol uchun 100 ta misol bo'lsa, 100 ta misolni o'quvchi ishlab keldim desa, uyiga borib biz balkim uni tekshirmasmiz, uni tepasida turmasmiz, biroq qaysilarini ishlamaganini ko'rmasdan turib aytib bilish kerak. O'quvchini chustut qilish kerak. Ya'ni o'quvchini o'zini darajasi başı nimagacha yetadi, qobiliyati nimaga yetmaydi. Shuni oldindan bilmasa, albatta senday o'qituvchi bo'la olmaydi. To'g'ri. Eng esda qolgan o'quvchingiz kim va nima uchun? Uni sinf o'quvchilariga so'radi. Eng esda qolgan bu eng esda qolgan o'quvchi deb men konkret ayta olmayman, sababi har bir yildagi o'quvchilarimiz pokoleniyasi har unikalniy, takrorlanmaydi. Har bir yilni balkim liderlari, balkim nimalari bo'lar, biroq imенно mana o'quvchi unutilmaydi deb ayta olmayman. Endi natija bo'yicha aytadigan bo'lsa, eng natijasi yuqorilar deb aytsak, unda balkim. Men o'zim Qaramutga kelib o'qituvchi bo'lib ishlashdan oldin Darinda ishlaganman. Darin o'quvchilarini endi bu pastki sinfdan boshlab qattiq zo'r tayyorlab chiqqanmizda, uchun ularda bu darajaga hali vaqtda yetmadik. Biroq kelajakda men o'z niyatim Qaramut o'quvchilari ham shu Darin, даже undan boshqa nish maktablarining o'quvchilarining kam emas darajada shular bilan tenglasha biladigan, sporlasha biladigan darajadagi o'quvchilar chiqarish niyatim bor. Biroq hozirgi holatda hali yetmadik. Gorod o'quvchilarining darajasi hali baland. Lekin siljish bor, o'zgarish bor, o'sish bor. Bundan bir 10 yil oldin kelgan vaqtimiz bilan hozirgini solishtirsak, to'g'ri. Yaxshi hozir o'quvchilar уже o'qish nima uchun kerakligini уже anglashyapti o'quvchilarda. O'quvchi muvaffaqiyatga erishsa, siz qanday o'zingizni his qilasiz? O'quvchi muvaffaqiyatga yetsa, albatta men g'ururlanamiz, sababi o'quvchimizning natijasi bu bizning ozgina bo'lsa ham bizning ham ulushimiz bor, ota-onaning ham o'qituvchilarning ulushi bor. O'quvchining yetgan natijasi bu faqat o'quvchining o'zining natijasi emas, albatta unga shu kungacha yetgan o'qituvchilari ham katta sababchi bo'ladi. Shuning uchun albatta g'ururlanamiz. Niyatim xudo xolasa bizning kuchli ustozlar, bizning ishimizni davom ettiradigan kuchli o'qituvchilar chiqsin. Yaxshi vrachlar, har bir sohaning ustalari bo'ladigan kuchli kasb egalari chiqsin. Misol uchun meditsina zo'r rivojlansa, biz chet elga borib vrach izlamas edik-da. To'g'ri. Qani haqlardim bizadagi mana shu kuchli vrachlar, kuchli poliklinikalar chiqsa, kuchli частный maktablar zo'r o'qituvchilar chiqsa, naborot sirtdagilar, go'rtdagilar kelib bizdan izlasin. Niyatim shu meni o'zim. Xudo xolasa. Filosofskiy bo'lib boryapti, barqansan. O'quvchilar savol. Qattiqqo'llik va mehribonlik o'rtasida qanday muvozanat saqlaysiz? Qanday mehribonlik bormi ustozimizda degan savol berishdi. Men endi bir sirtqi ko'z bilan qaraganda juda qattiq qo'lman. Juda ham. O'quvchilarga juda ham strogiyman, oddiy so'z bilan aytsak. O'quvchilarni men iloji boricha maqtamaslikqa harakat qilaman. Sababi maqtovdan ko'p tayoq yeganman-da. Maqtov eshitgan odam ko'zi ko'r bo'lishni boshlaydi, o'zining xatolarini payqamasligini boshlaydi. Shuning uchun iloji boricha o'quvchilarni men yaxshi natija chiqarsa ham natijasini maqtamaslikqa harakat qilaman. Balkim bu fikrim bilan kelishmaydigan o'qituvchilar ko'p bo'lsa kerak, rag'batlantirib turish kerak deganlar bo'ladi. Biroq shaxsiy fikrim. Shaxsiy fikrim. Biroq endi men o'zimning pozitsiyam maqtovga yetadigan bo'lish uchun intilishsin o'quvchilar. Maqtovga balkim bir kun yetib qolarmiz degan niyat bilan harakat qilsa, balkim yetib qolishar. Biroq ozgina natija ko'rsatgan paytda maqtovni men to'g'ri deb hisoblamayman. Sababi o'ziga qattiq ishonib, g'ururlanib ketish mumkin-da. Kibrlanib ketish mumkin. Shuning uchun darsda men o'quvchilarni asosiy
kibrini sindirishga harakat qilaman. Sababi kibr bilan darsga kirgan o'quvchiga bilim yo'qmaydi. O'z bilim yo'qishni 4 ta sharti bor-da. Adam kibrli bo'lmasligi kerak, maqtanchoq bo'lmasligi kerak, uyatchan bo'lmasligi kerak. Uyatchan odamga ham bilim yo'qmaydi. Birovdan o'zish uchun o'qiydigan odamga ham bilim yo'qmaydi. Mana shu shartlarni saqlagan odam va bilim yo'qadi. Endi kibr bilan kirgan odamga men kuchliman, men zo'r bilib boryapman degan o'quvchiga bilim yo'qmaydi. Shuning uchun men maqtovga kritika bilan skeptikman desam ham bo'ladi. Bir o'quvchingiz aytdi, Nurbek ustoz degan vaqtda Hind kinosi Super 30 filmi ko'z oldimga keladi dedi. Va so'nggi savolim, ilm yo'lini tanlagan shogirdlaringizga maslahat. Ilm yo'lini tanlaganida bayaq aytganlarimning hammasini xulosa qilib keladigan bo'lsak, birinchidan ilm yo'lini tanlagan odamda kibr bo'lmasin. Uyatchanlik bo'lsa, uyatchanlikdan qutulishga harakat qilsin. Sababi uyatchanlik bilan yoki kibr bilan ilmga kirgan odamga ilm yo'qmaydi. Keyingisi ilmni yo'li bu og'ir yo'l, oson emas. Shuning uchun ilm yo'lini tanlagan odamda birinchi oliy maqsad bo'lsin. Keyin ixlos bilan, sabr bilan harakat qilish kerak. Ilmni hurmat qilish kerak. Ilmni hurmat qilmasa, ilmni boshiga ko'tarmasa, ilm oyoq ostida bo'ladigan narsa emas. Shuning uchun ilmni hurmat qilishni, ilmga bog'liq bo'lgan hamma narsani hurmat qilishga harakat qilishimiz kerak. Ustoz u yoqda tursin, даже o'quv qurollarini o'zini. Shu qoidalarga amal qilmagan odamga men ilm yo'q shuga men ishonamayman. Ilmni e'zozlasang, ilm seni e'zozlaydi. Shu bilan bugungi podkastimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Aziz kuzatuvchilar, shuni aslo unutmangki, muvaffaqiyat bu tayyor formula emas. U sabr, izlanish va o'z ustida ishlash orqali yechiladigan misoldir.